Bosh miya kistalari. Bu kasallikning davosi faqat operatsiya degan tushuncha mavjud. Lekin biz sizga bu kasallikni tabiiy usulda davolash yo'nalishini o'rgatamiz. Bosh miyada paydo bo'lgan turli xil kistalardan qiynalayotgan insonlarni Doktor Ali klinikasiga taklif etamiz. Chunki Doktor Ali klinikasida bosh miya kistalarini davolash ishlari amalga oshiriladi. Paydo bo'lgan kistalar agar shamollashlarning asorati yoki travmalarning asorati hisobiga paydo bo'lib, yorilib ketish xavfi bo'lmagan insonlarda bu kasallikni davolash mumkin. Qo'limdagi analiz qog'ozi buning isboti hisoblanadi. Chunki bosh miya kistasi bilan kelgan mana bu yigitda bosh miyada razmeri 24, 12 va 27 mm atrofidagi kista mavjud bo'lgan. Davo kursi 3 oydan so'ng bu boladagi analiz natijalari ijobiy, ya'ni kistalarning butunlay so'rilib ketish holati bilan namoyon bo'lgan. Bunda biz asosan shamollashlarni yo'qotuvchi, tanadagi oshiqcha suyuqliklarni so'ruvchi tabiiy dorivor giyohlardan foydalandik va bolajonning sog'ligida ham ijobiy o'zgarish, o'zida esa hech qanday nojo'ya ta'sirlarsiz bosh miya kistasidan xalos bo'lishdi. Agar sizni ham bosh miya kistalari qiynayotgan bo'lsa va bu kasallikdan operatsiyalarsiz tabiiy usulda xalos bo'lishni xohlasangiz, Doktor Ali klinikasiga tashrif buyuring va biz sizga bosh miya kistalarini tabiiy usulda davolash yo'llarini o'rgatamiz.